Assalomu alaykum hurmatli uzr-ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarning mush vaqti xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, to'g'ri diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Uyg'ur harakati tashkilotining birlikda o'rinlashtirishi bilan 30 noyabr kuni Washingtonda Uyg'urlarning kishilik huquqi va Uyg'ur davosini uzun yillardan beri qo'llab kelgan Amerika Davlatlik demokratiyani ilgari surish fondi ND'ning sobiq raisi Karl Gershman apandining Uyg'ur davosiga qo'shgan tuhfasiga minnatdorlik bildirish faoliyati o'tkazildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandimning echilish nutqi bilan boshlangan bu faoliyatda Karl Gershman apandining qilgan xizmatlarga va uning Uyg'ur davosiga qo'shgan tuhfasiga yuqori baho berildi. Karl Gershman apandi 1984-yili Amerika Davlatlik demokratiyani ilgari surish fondining raislik vazifasini boshlagan bo'lib, u yaqinda pensiyaga chiqquchi bo'lgan butkul xizmat hayotini kishilik huquq va demokratiya ishlariga bag'ishlagan. Karl Gershman apandi Uyg'ur davosining xalqaralashishi, sistemlashishida hal qilg'uch rol o'ynagan. U Amerika Uyg'ur birlashmasi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Uyg'ur harakati tashkilotiga tunji bo'lib mablag' ajratib, Uyg'ur davosining kuchlanib xalqaro munbarlarda Xitoy hukumatini cho'chitgudek holatda bosh ko'tarishiga asos yaratgan. Faoliyatda Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqun Aysa, kishilik huquqni ilgari surish fondi jamiyatining hozirgi raisi Damon Wilson, muavin raisi Barbara Hick, Amerikaning ayollar huquqi masalalari bo'yicha Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq sobiq elchi Kelli Kurri xonim, Kommunizm qurbonlari xotira fondi jamiyati boshlig'i Andrew Bernberg, Amerika Diniy erkinlik komiteti muavin raisi Nuri Turkal, Tayvan parlamenti kishilik huquq komiteti raisi O'rkash Davlat, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi boshlig'i Umar Qanat, Uyg'ur harakati boshlig'i Roshan Abbos qatorliqlar so'z qildi va uning xizmatiga yuqori baho berdi, shuningdek uningga tashakkurini bildirdi. Karl Gershman apandining sharafiga o'tkazilgan bu faoliyatga yana Uyg'urlarga yaqindan tanishlik bo'lgan Angliya parlament a'zosi Nusrat G'ani xonim muqaddam tashrif qildi. Faoliyatda Karl Gershman apandiga ton kuydirilib, Uyg'urlarning minnatdorligi yetkazildi. Karl Gershman apandimi minnatdorligini ifodalab so'z qilib, Uyg'ur davosining haqli bir da'vo ekanligini, Xitoy hukumatining bugun Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini va buning to'xtatilishi uchun o'zining Uyg'urlar bilan bir safda turib, Uyg'ur davosini davomli qo'llaydiganligini bildirdi. Faoliyat jarayonida Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining direktori doktor Olim Seyitov apandining ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa va Tayvan parlamenti kishilik huquq komiteti raisi O'rkash Davlat apandilar o'zlarining yurak so'zlarini izhor qilib tuvandikilarni bayon qilishdi. Assalomu alaykum Dolqun apandi. Bugun Amerikaning poytaxti Washingtonda NED, yana Amerikadagi mamlakatlik demokratiya fond jamiyatining sobiq prezidenti Karl Gershman apandining pensiyaga chiqqanligi sababidan uning uzatishini berdinglar bugun. Bugun nima uchun hamda bu insonga bunda cho'ng bilib, hamda Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur harakati tashkiloti ham Uyg'ur kishilik huquq qurilishi qatorli kuch tashkilot birlashib Karl Gershmanga bugun to'n kiygizlar, mukofot berdilar. Rahmat. Deganingizgidek bugun bu marosimni 3 tashkilot birga o'tkazdik. Chunki Karl Gershman mushu Amerika Davlatlik demokratiyani ilgari surish fondining qurg'uvchisi. O'z vaqtida prezident Reaganning bevosita riyosatchiligi bilan qurilgan dunyoga demokratiyani tarqitish, fikr erkinligini tarqitish, inson haqlarini qo'g'dashni maqsad qilgan bir qurilish. Bu NED qurilgan 1980-yillarning o'rtalaridan boshlab hozirgacha bo'lgan 30 necha yil jarayonida dunyoda 150 dan ortiq davlatda 1000 dan ortiq yarili o'xshamagan proyektlarga moddiy yordam qilish orqali dunyoda demokratik qimmat qarashini tiklashga yordam qilgan bir qurilish. Karl o'zi mushu 30 necha yildan buyon mush tashkilotni qurgan bir kishi bo'lish bilan dunyoda yalnız mushu diktator mamlakatlarda emas, Sovet ittifoqining cho'kishidan tortib, Sharqiy Yevropaning demokratiyalarga o'tishidan tortib va hozirmi yana zulm ostida turayotgan Sharq Turkistondagi xalqlar bo'lsin, Tibet xalqlari bo'lsin, hatto Kubadagi hokimiyatga qarshi bo'lsin, mushaddiq xalqning erkinligi uchun ko'p xizmat qilgan bir odam. Shuning bu kishining bu uzun yillik xizmatini yalnız bizlar emas, butun dunyo taqdirlayotdi. Yaqinda men Pragga borgandim, Forum 2000ning yig'iniga, Munbar 2000ning shiyadimi cho'ng bir marosim bilan Karl Gershmanning sharifiga bir marosim o'tkazib mukofotladi. Shuningga biz Uyg'urlarga bir vafo burchimiz bor, chunki NED 2004-yildan boshlab tunji qatim Amerika Uyg'ur jamiyatining
tarkibidagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishiga moddiy yordam qilgandan tortib Sharq Turkiston davosi, Uyg'ur davosi bir professional, kasbiy davo oldiga kechdi. 2016-yildan boshlab dunyo qurultiyiga moddiy yordam qilishga boshladi. 2006dan boshlab. Demak, bu berilgandan keyin biz nurg'unlagan xalqaro yig'inlarni professional shaklda o'tkazoladigan, yoshlarimizni kasbiy shaklda tarbiyalaydigan ve dünyaya Birleşken Devletler Teşkilatı olsun, Avrupa İttifakı olsun, her kaç devletler olsun davayımızda Şarkı Türkistan'daki vaziyetini bu imkaniyetlerden paylanıp dünyaya seslimlik şekilde anlatıdığan bugün dünyanın Şarkı Türkistan meselesiyle bunda köp kızıkış kozgıgan, istaşlık kılgan bir avaz şekillengen bolsamış en iyiden Karl Greşmen'in bunun da zor töpsü var. Şununla biz bir vicdani ve bir milli burcumuz da oylap bunu bir insani burcumuz da oylap bu mükafatın bir işini bu merasimde ötküzüşünü layık gördük. Yani sizin demekçi boğunuz yani Karl Gershman hem de şu Uygur davasının yükselişte dünyada. Meyli dünya Uygur kültürünü kollaş bulsun. Aynı vakti Uygur Amerika Birleşmesi ki Uygur kişilik hukukunu kollaş bulsun. Bu Uygur hareketini kollaş bulsun. Oynayan rolü manevi ve maddi cihetki yardımı zor oldu bu adamın prezidentlik oluş. Yani bu günde bu adam pensiyaya çıksın mı? Sizler bu adamın Uygur halkı için kalan hizmetini unutmaslık için, minnettarlık bildiriş için bugün bu merasimini ötkəzdinler. Şunda. Çünkü dediğinizdeki bu bugün Şarkı Türkistan'da ırkı 40. 101 vatkan bir vaktimizde bu Karl Greşmen yalnız bu enidi bizim maddi cihetten kollap kalmay. Amerika Kongresi'de 2019'da dünya kurultayıga şu Uygur soykırı ırkı 40. dünyaya anlatkanlık sebebimizden bizim mukaffatladı. Ve şundaklı yüzden bağın halkara sorunlarda meyli Afrika olsun, Latin Amerika'sı olsun dünyanın hem yerlerde Karl Greşmen yukarı bir salahiyetke ve abruğu olan bir adam. Nurgulluğun dünyanın rehberleriyle, devlet rehberleriyle uçuşudu. Nurgulluğun dostları var. 30 yılın yakı komünizmden demokratik ötken devletlerinin rehberleriyle dostluğu olgan. Demokratik devletlerinin dostluğu olgan. Şunda hürmet layık bir adam. Şunda bu adam yüzünün bu salahiyetinin paylanıp her bağa yerde Uygur meselesini anlatıp geldi ve Karl Greşmen Şincan diyen isimde işletmeymen, Şarkı Türkistan dep ataymen bu devletin ismi Şarkı Türkistan dep 2019 dünya hukukuna kapat vergendi şunu cakalığa. Yani bu kişinin Uygur davası koşkan töpüsü yalnız maddi cihetten bizim faaliyetlerimizi kollaşamaz. Bu meselenin dünyaya bölünüşü Xitayning Uyg'urlarga yapayotgan bu zulmini anlatışda hakikaten gayet zor oynagan bir adam. Onun için bununla bu murasimni qilish bizim bir vafo burchimizdir. Rahmat sizga. Sizga ko'p rahmat. Assalomu alaykum O'rkash Davlat apandi. Washington qo'sh qildingiz. Hoş geldim. Yaxshi. Siz endi Washingtonga yaqindimi bir kelib ketgandingiz. Kelib House Speaker Nancy Pelosi xonim bilan ko'rishib, Nuriy Turkal apandi bilan Uyg'urlar masalasini o'tirib qo'ydingiz. Yaqinda bugunmi mana Washington kelibsiz. Siz bugun hukumatning Tayvan hukumatining xizmati bilan keldingizmi yo Karl Gershman apandini pensiyaga chiroyli uzatish uchun keldingizmi? Bu Karl Gershman efendinin pensiyanın bunda hususlarına kiliş en mühim bir sebep oldu. Ama elbette yeni şu Tayvan'ın hazırmen Tayvan hükümet parlamentinin insan hukuku komisyonunda işler hizmetini bilen mu işleri bilen bade bu kadar şu işler bilen birlikte geldim. Ama şu Karl Gershman efendinin biz Uygurlarının uzak vaktimizin yakın dostumuz olan pensiye çıkan bundak bir sürünge kiliş mukum çokum dep geldim. Siz bu Washington'da turuş jarayoningizda Amerika hukumat arbabı bilan ko'rishsiz albatta. Bu yerda Uyg'urlarning masalasi to'g'risida ba'zi narsalarni o'tirib qo'yamsiz. Elbette. Bir muhim hazır bu Amerikalılar hükümet bolsunmu, bu parlament azası bolsunmu, ya ki bu akademiyen bolsunmu, bular bilan bir sualni jiqroq paranlashyapmiz. Shu burun Komparti hükümeti, Xitoy hükümeti bu hech qaysi Tibetliklar bo'lsinmi, Uyg'urlar bo'lsin, agar bular separatist desilam, independentist desilam, bularga yordam bersanglar bo'lmaydi degan burunji fikrni ko'rsatgandi. Ham Amerika hükümeti onu anlagandı. Men hozir bular paranglashganda har qator shu savolni o'tirib qo'yman.
Masalan, Kanadada Quebec avvalsa mustaqillikka chiqamiz desa, demokratik davlatda uningga to'silmaydi. Shuningga bo'libmi bugun milliondan jiq Uyg'urlar bu concentration campning ichiga kirib ketgan vaqtida Uyg'urlar bugun mustaqilni so'ragan ninki hamma adolatli shaklda bo'ldi. Bu hozir buni Amerikaliklar tushunish kerak. Hamda bu keyinlikka bu kompartiya hukumati har qatorlam bu separatist movement buningga yordam bersanglar bo'lmaydi degan vaqtida biz davlat demokratik davlatlarning ichidami xalqlar o'zining mustaqil so'raydigan huquqisini hurmat qilamiz deb javob beringlar deb fikr beryapman hozir. Pek muhim gaplarni qilibsiz. Unda bo'lsa sizdan oxirgi savol, siz hamda bu hozir Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligi hozir 5-yilga qarab qadam qo'ydi. Sizdan hozir hamda bu Bayden hukumatidan umid qilgan, orzu qilgan nima narsangiz bormi? Qanday harakat ilib bo'lsa bo'ldi sizingcha? Amerika cho'ng davlat oldin 30-40 yilning ichida bir xato Jungo siyosatini yo'ldan mangan. Hozir 30-40 yildan keyin bu Jungo siyosatini o'zgarish tashkildi. Cho'ng davlat bo'lgandan keyin. Ammo ham qimmat keladi. Ammo meningcha Amerikaliklar hozir bir tushunchilik kelyapti. Bu tushunchilik nima desangiz, shu qanchalik qimmat bo'lsa-mu, agar bu bahoni to'lamasak bugun keyinlikka uning bahosi texmi qimmat bo'ladi. Shuningga umid shu yerda. Rahmat sizga O'rkash efendim. Ko'rurmanlarimizga ma'lum bo'lganidek Dunyo Uyg'ur qurultiyining arzi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining 3-qitimliq isbot anglash yig'ini 27 noyabr shanba kuni Londonda muvaffaqiyatli holda chaqirilgan va Uyg'ur sud kollegiyasining raisi Jeffrey Nice apandim sudning oxirgi hukmnomasini 12 oyning 9-kuni e'lon qiladiganligini jakarlagan edi. Muhojiratdagi Uyg'urlar hozirdan boshlab Uyg'ur sud kollegiyasining bu yil 12 oyning 9-kuni e'lon qiladigan hukmnomasini taqozolik bilan kutmoqda. Chet ellik kuzatuvchilarning, hatto Xitoy hokimiyatining diqqat e'tibori Uyg'ur sud kollegiyasining oldimizdagi chiqaradigan hukmiga markazlashdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining 2020-yili 9-oyda mustaqil Uyg'ur sud kollegiyasining qurilishini tashabbus qilishdagi tub maqsadi Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni xalqaro qonun tartib va qonuniy asoslar bo'yicha to'liq dalillab chiqishdan iborat dedi. Uyg'ur sud qurilgandan buyon hozirga qadar jami 3 qitim isbot anglash yig'ini chaqirildi va bu jarayonda chet ellik va Sharq Turkistonliklardan bo'lib 70 dan ortiq kishi guvohlik berdi. Undaqda Uyg'ur sotiga hozirga qadar sunilgan arzlar va sotda berilgan guvohliklar Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qonuniy asoslar bo'yicha dalillab chiqish uchun yetarlikmi? Uyg'ur sotining qandoq bir hukm chiqarish ehtimolligi va bu savollarni ko'rgan asosda Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi va 36 yillik peshqadam jurnalist Farhod Yo'rinqosh apandimning bevosita riyosatchiligida va qurultayning muavin raislari doktor Erkin Akram, Zubayra Shamsiddin, qurultay qonun komitetining mudiri Mehmet To'xti, Markaziy Oslodagi Uyg'ur adliya arxiv ombirining direktori Baxtiyor Umar apandilarning qatnashida 12 oyning 4-kuni shanba Washington vaqti atigan soat 8 da, Berlin vaqti soat 14 da, Almuta vaqti soat 17 da istansiyamiz tarafidan maxsus programma uyushtiriladi va suhbat programmasi istansiyamizning sizlar ko'rayotgan YouTube kanali orqali naq maydondan bevosita tarqatiladi. Bu muhim suhbatni qochirmang. Ondan boshqa yana 12 oyning 9-kuni London vaqti atigan soat 9 da Londondagi sud o'tkazilgan Chor saroyida boshlanadigan va taxminan 2 soat davom qiladigan hukm e'lon qilish yig'inining amaliy ahvoli sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining YouTube kanali orqali naq maydondan bevosita tarqatiladi. Bu tarixiy fursatni qochirmang va istansiyamizning YouTube sahifasiga tezdan obuna bo'lishni unutmang. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa, Qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin qatorliqlar Markaziy Washingtondagi xalqaro irqiy qirg'inchilik muzeysi Holocaust muzeysini ziyorat qilib, dunyoda zo'r ta'sirga ega mazkur muzeyning asosliq mas'ullari bilan ko'rishib, ular bilan mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini darhol to'sib qilish uchun xalqaro sahnalarda ilib beriladigan hamkorliklar haqida tafsiliy muzokara ilib bordi. Yahudi qirg'inchiligi muzeyi deb atalgan Holocaust muzeyining ko'plagan davlat va shaharlarda maxsus sho'balari mavjud bo'lib, xalqaroda nihoyat zo'r ta'sirga va nopuzga ega. Dunyoning har qaysi ellardagi Yahudi jamoatining Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi qo'zg'alib chiqishida Holocaust muzeyi boshlamchilik va turkilik rol o'ynab kelmoqda. Sydney atiganlik avangardlari gezitining 1-dekabrdagi xabarida aytilishicha Avstraliya parlamenti to'liq ovoz bilan yer shari magnitskiy qonunini ma'qullagan.
Bunun bilan Avstraliya hökuməti kişilik hüquq sohasidagi dafsandichilik qilmishiga cheklama qo'yish va jazo e'lon qilish imkoniyatiga ega bo'lgan. Xabarda aytilishicha, mazkur qonunning ma'qullanishi bilan Avstraliya va bu xildagi haqlarni oyoq osti qiluvchilar va boshqa amaldorlarni dunyoning qayerda bo'lishidan qat'iy nazar jazolashga yo'l ochgan. Bo'libmi Sharq Turkistondagi qirg'inchilikqa javobgar bo'lgan Xitoy hukumatı amaldorlarining Avstraliyadagi mol-mulkini to'g'natib etish, ularga viza cheklamasi qo'yish qatorliq bir qator tadbirlarni ijro qilish endi butunlay mumkin bo'ladi ekan. Avstraliya parlamentining a'zosi James Peterson bu vaqtda so'z qilib, mazkur qonun tunji qitim bizga haqlar dafsandichiligi bilan shug'ullanuvchilarni emas, yana to'rt jinoyatlari orqali davlatimizning bexatarligiga tahdid soluvchilarni jazolash imkoniyatiga ega qiladi degan. Avstraliya parlamentining to'liq ovoz bilan yer shari magnitskiy qonunini ma'qullashi Avstraliyada yashayotgan Uyg'urlarni alohida mamnun qildi. Xitoy markaziy hukumatining Sharq Turkistondagi siyosiy bostirish harakatiga yo'l yo'riq sifatida chiqarilgan bir qism mutlaq maxfiy hujjatlar yaqinda Uyg'ur sud kollegiyasiga topshirilgan bo'lib, 300 batdan ortiq bu hujjatlarda Xitoy markaziy hukumatining Sharq Turkistondagi lager sistemasi, majburiy emgak, yotoqliq maktablar, tug'ut kontrolligi, Uyg'urlarning nopusini cheklash, Biyangtanni janubga kengaytirish qatorliq bir qator zo'r planlari sharhlangan. Washington shahridagi kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi Adrian Zinizning bu vaqtga Twitter uchurlarida ko'rsatilishicha, bu hujjatlar 2014-yildan 2017-yilgacha bo'lgan oralikda tarqatilgan bo'lib, ularning hammasiga mutlaq maxfiy deb tamg'a urilgan. Sharq Turkistonning navbatdagi siyosiy vaziyati bo'lsa bu buyruq va yo'l yo'riqlarning oshirib o'rindalganligini ko'rsatib turmoqda ekan. Bu hujjatlar oshkor bo'lgandan keyin oldingi turkumdagi maxfiy hujjatlarga o'xshashli xalqaroda zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. New York vaqti, BBC agentligi, Germaniya dolqunlari qatorliq dunyoviy axborot vositalari bas-basda bu to'g'risida obzor maqolalar e'lon qilib, Shi Jinpingning Sharq Turkistondagi qirg'inchilikda bosh qo'mondonlik rolini o'ynaganligini alohida ta'kidlagan. Angliyadagi Sheffield universitetining professori David Tabin bu vaqtda to'xtalib, bu hujjatlar Uyg'urlar duch kelayotgan qirg'inchilikning qandoq bo'lib shuncha keng ko'lamga ega bo'lishidagi ko'plagan sirlarni ichib berdi deydi. Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish va majburiy emgak mahsulotlarining xalqaro ta'minot zanjirini bulg'ishining oldini olishda Amerika va boshqa ba'zi liberal demokratik davlatlar ba'zi tadbirlarni olgan bo'lsa-mu, biroq hozirga qadar Xitoyning harakatida cho'ng o'zgarish bo'lmadi. Buningga qarata g'arblik mutaxassislar qanday qilganda Xitoyning qilmishini to'xtatib, Uyg'urlarni qo'g'dab qolgani, xalqaro ta'minot zanjirini pokiza tutqili bo'lishi mumkin degan masalada davomli fikr yurgizmoqda. Amerikadagi nopuzliq aqllar omborlarining biri bo'lgan Sharq G'arb markazining to'g'rida e'lon qilingan bu vaqtdagi bir analizda buningga doir taklif fikrlar o'tirg'a qo'yilgan. Analizda ko'rsatilishicha, liberal demokratik davlatlar Xitoy majburiy emgak mahsulotlarining import qilinishini cheklash, Uyg'ur musofirlarga yordam berish, bu ziyonkashlikning shohidlariga hamdamda bo'lish, Xitoyning bu irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarga xotima berish uchun besim ishlatishda ko'p qirliq inkoslarni qaytarishi kerak ekan. Analizda aytilishicha, Xitoyning iqtisodiy, harbiy, diplomatiya kuchi Amerika hukumati ilgari irqiy qirg'inchilik qildi deb bekitgan davlatlardan farqli bo'lib, Xitoy iqtisodining bek cho'ng bo'lishi an'anaviy iqtisodiy embargo tadbirlarining unumli rol o'ynashini qiyinlashtirmoqda ekan. Analizda Amerika va xalqaro jamiyatning rayon xarakterlik va ta'minot zanjiriga qaratilgan nishonliq import cheklamasini birlashtirishi, shirkat va shirkat mas'ullariga qarata nishonliq embargo yurgizishi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tirg'a qo'yish, Beijing qishliq olimpikini boykot qilishdek simvollik tadbirlarni elishi kerakligi ta'kidlangan. Sharq G'arb markazining to'g'ridagi analizda qayd qilishicha, Xitoyga nishonliq iqtisodiy embargo yurgizishda hukumatlar aloqador shirkatlarning rahbarlariga va siyosiy amaldorlarga embargo qo'yish bilan bir vaqtda rayon xarakterlik nishonliq import cheklamasini qo'ysa bo'ladi ekan. Analizda Amerika qonunlarining buningga imkoniyat berdiganligi, Kanada va Angliya qatorliq davlatlarning buningga o'xshash qonunlarining borligi ta'kidlangan. Agar Amerika Avom palatasi Uyg'ur majburiy emgakining oldini olishi qonunini tezroq ma'qullasa, bu Amerika qonunlarini texmo kuchaytirish rolini o'ynaydi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyin qaytamliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.